Bu uchun ukol oladi, protein oladi ular. Protein oladi. O'sha o'zini harakatlanishi uchun, turib turishi uchun, nafas, jigar ishlashi uchun kerakli energiya hosil kerak. Oldin o'zingiz ratsioningiz bilan boyagi ideal agrarni ko'rgan ratsion bilan boshlangan, keyin sekin-sekin boyagi Yo'q, hozir palapatish bo'lgandan keyin buni aytib ideal ko'rgan oldim, buni o'tirib hisoblab chiqdim. 400 so'm, 500 so'm. ideal agrar kuchayib ketdi, bular endi zo'r bo'lib ketdi deb yurgan akalar uchun navbatdagi videomiz. Yaqinda biz katta bir dargohda bo'ldik, Toshkentda, vazirlikda. O'sha yerda vazir o'rinbosari sifatida lavozimda turgan akamizdan bir savol tushdi. Sizlar juda kuchli jamoa ekansizlar. Buni natijasini bizlar qayerdan ko'ramiz? Shuni bir qilgan videolaringiz bormi degan narsa. Taqdir taqozosi bilan bugun o'sha aynan bizlarda 2, 3, 4 yil, 5 yildan beri qilayotgan ishimizni ozroqgina bo'lsa-da ta'sir ko'rsatgan joyimizga keldik. Mana bu yerda Samarqand viloyati Toyloq tumanidamiz. Sherzod akamizni xonadonlarga chorvachilik kompleksiga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sen akam, shukrlar. Kamchiliklarni aytdilar, nimalarni aytdilar, bir ikkita tavsiya berdilar. Endi bizlarniki Otayor aka joyimiz kichkina. O'zi bu yer 16 sotik. Bu yer 16 sotik. Boshqa joy bo'lmaganligi uchun bir ikkita yana bir planimiz bor, proyektimiz bor. 14 oylikni moslab o'sha kvadratga qilib mana shu yerdan joy qilganmiz. Ya hozir aynan silosni bosish jarayoni qanday bo'ladi? Silos Texnika shunday kira oladimi hozir? texnika bunga keladi. Aha. 958 lik hozir pakruschilar chiqqan, o'zi kesib oladigan. Aha. 1.8 dan kichkinaroq. Aha. O'sha kirib chiqadi. Bu yerga muraviy bor-ku, zaryadkalik, u samasi bor. U bemalol kirib chiqadi bu yerga. Yo'q, men hozir aynan bosish jarayonini so'rayapman. Bosish jarayoni o'sha pagruschik bilan 3 kubalik pagruschik. O'zi senajga bizlar praktikadan chiqdi, 15 tonnadan kichkina texnika chiqarish kerak emas ekan. Zichlash uchun. Bu yerga telechka keladi. Hozir telechka traktorlar bilan ikkita telechka bemalol bu yoqdan kirib burilib chiqib ketadi. O'shatda. 3 kubalik pagruschik surib ketaveradi. Ichkarida pastda ishlaydi. Yo'q, buni surgandan keyin hozir bizlarniki to'lmadi. Tagidagi zichlash jarayoni qanday bo'ladi? O'zi chiqib kelaveradi pagruschik. 3 kubalik katta pagruschik. Yo'q, endi hozir berdim makka silosini yo senaj turibdi? Bu senaj. Berdim. Senaj. Ha. Silos o'zgardi. Faqat senaj uchun mo'ljallangan. Hozir yo'q. Silos uchun ham, senaj uchun ham o'zi katta nima qilganimiz, hozir yer olganmiz, 20 gektar. Chunki Jaguar muammoligi uchun bitta olib kelinadi, bir kunga to'ladi. Buni o'zi texnika mana shu yerga to'kadi. O'sha pagruschik surib o'zi ustiga chiqib oladi. Shu yerda. Bo'ldi, to'kib o'zi preslab to'ldirib ketadi. Yo, boy qavat-qavat qilib bosishni qila oladimi o'shanda? Qavat yoyib ketaveradi, uni tovushi bor. O'zi yoyib tekislaydi. Bizlarga umuman muammo bo'lgan yo'q. Bular hammasi 3 oy, 2,5-3 oy bo'lgan yangi mollar. Hammasi oldin o'zingiz ratsioningiz bilan boyagi ideal agrarni ko'rgan ratsion bilan boshlangan, keyin sekin-sekin boyagi Yo'q, hozir ham shu. Meni o'tganim yo'q unga. Chunki menga siz hozir to'liq ideal ko'rinib berasiz? ideal ko'rim. Yo, boshida baribir o'zim ratsion qildim dedingiz. O'zim ratsion qilganim ideal ko'rimni anosini olib, jadval bor-ku, qancha nima qo'shildi. O'shani olib keldim, o'zimcha bermoqchi bo'ldim. Lekin o'zim tegirmonim yo'q-ku. Bordimmi yemxonaga 200 so'm, 300 so'm ziyod berasiz, bizga ko'p vodiyda nima rivojlanmagan. Maydalatib tegirmonga maydalatasiz. Makkayni maydalatasiz. Buğdoyni maydalatasiz, arpani maydalatasiz. 200 so'm, 300 so'm ziyod berib olib keldim, mishalkam oldimdan bor edi. To'ylarga olgancha. O'shanga tashladim, velofos hammasini solyapman. Butun ko'rasiz, makka jifori kamayib qoldi. Yetmay qoldi. Yo'q. Qo'shmaysiz. Butun tizingiz kamayib qoldi. Yoki bir nimani qo'shmaysiz. Ana shunaqa bo'lib, palapatish bo'lgandan keyin buni aytib ideal ko'ringan oldim, buni o'tirib hisoblab chiqdim. 400 so'm, 500 so'm farq qilyapti o'sha vaqtda. Hozir yana ideal ko'rim arzon bo'ldi, nima bo'ldi? Shu bilan balans bo'lib ketadi. Buni aytib tayyor ideal ko'rimni Urgutdan olib kelaman. Urgutdan bu telefonga yo'q edi, Urgutdan borib uzoq bo'lsa ham olib kelib, topib o'zlaringizga borib olib kelib shundan berdim, o'sha qildim oson.
Tayyor narsa. Olaman, kilosi tashlayman. Kilosi aniq, qo'shilgan hamma narsasi aniq. Endi o'qib, endi bildimki, yaxshi ham bunga o'tgan. Sababi bu shakarda. Bu unday. Aholidagi tegirmonlarga maydalatamiz, unday. Shakarda emas. Endi bilyapman. Nimaga? O'sha ustozlik kurslariga o'qidim. Ha. O'sha energiya oqsilni o'sha ajratdim, balanslashtirishdi. U hozir mana kipak deydi, kunjara deydi-ku. O'sha ularni masalan energiya beruvchilarni narxi baland, energiyasi past. Protein beruvchilar proteini past, narxi baland. Mana ideal agrarga ko'rsangiz raps shirotini qo'shilgan masalan. Raps shirotini ko'p kishi bizlarga tushunmaydi. Lekin ilmiy bunday ichini laboratoriya bilan olib borib ko'rsangiz agar narxi arzon, proteini ko'p. Bizga nima kerak? Protein kerak. Bugun shu sohada bitta savol bo'lib qoldi aka. Simichka shurot arzonroq ekan, protein ham yuqori deyapti. Shuni qo'shib ishlataversam bo'lmaydimi? Bizda ideal ko'rimni ichida simichka shurot qo'shilmagan, qo'shilmaydi ham. Menimcha bu narsani ham Ismoilda kursida o'rgangan bo'lsangiz kerak. Endi uni komplektatsiyasi nimasi ko'p. Buni ko'rsangiz proteini kam. Bizlarga shunaqa nima bo'ldi. Molni qorni to'q tursa, ob'yom katta bo'lsa deydi-da. Lekin uni tarkibidagi masalan, chorvalar, o'zimizga ham sportchilar bor. Sportchilar ham nima uchun ukol oladi? Protein oladi ular. Protein oladi. O'sha o'zini harakatlanishi uchun, turib turishi uchun, nafas jigar ishlashi uchun kerakli energiya oqsil kerak. 1 kilo ves olish uchun yoki 1 litr sut uchun energiya oqsil kerak. O'shani ideal agrar nima qilyapti? Uni balanslashtirib, to'g'ri qilib, o'shani yozib berib qo'ydi. Ko'p kishi uni tushunmayapti. Biz nima qilamiz? Kipak boramiz, 2 kosacha beramiz. Uni masalan yoki kunjarani boramiz, 2 kosacha beramiz. U tik turishi uchun yoki 1 kilo ves olish uchun, nimasi uchun, sut berish uchun 2 kiloga u aytgan nimangizni bermaydi natijangizni. Ko'proq beraman desangiz agar narxi baland. O'zingizga qoplamaydi. Bular sun'iy, men o'ylaymanki, sun'iy ko'tarildi. Siz kelyapsiz, kipak menga olyapsiz. Men magazinga o'tiribman, siz talab qilyapsiz. 100 so'm ko'tarsam bugun olyapsiz. Ikkidan so'ng yana keladi, 200 so'm ko'tarsam u sun'iy ko'tarilib ketyapti. Lekin uni nimasini ko'rsangiz, ko'p hozir yem chiqaradigan joylar ko'rasiz-da, bularni. Shu bo'lganlarga qiziqasiz. Bir joyga ko'raman, o'sha kipakni ko'raman. Hozir o'sha ideal agrarga o'xshab ko'payib ketdi. O'zi rasmlarni qo'yib ko'rsangiz, bir nimaga e'tibor beraman. Yashil rasm shuna qo'ysangiz, ular ham shuna yashil rasm paydo bo'ladi. Oti boshqa nima. Ko'p e'tibor berasiz. Lekin endi siz shuni ichiga yurgandan keyin qiziqasiz-ku. Nima qilayman? Kipak bor. O'sha bo'ldi. Uni dash ko'rib nima qilasiz, u qanaqa yemligini. Ideal bizlarga hozir mana shu atrofimizga ko'p kishi oldin mol boqmagani, hamma kuzatardi. Bu kipak, bu yemingni nima qilasan deyapti. Sizga kipak dedim. Men xo'p, mana shunday chunki videoni ko'raman, ularga isbotlashga foydasi yo'q. Beraveraman. Aka siz bering deyman, menga nima kerak, bu unday bo'ladi. Hozir molimizni so'yadigan qassob o'zi mana sizni xo'jaligingizga bordimi? Bor deydi, shersakadan. Lekin shunaqa nima bo'ldi? Boqolmaysan dedi. O'sha ko'rsatish uchun ham harakat qilib hozir 3-4 kishi keladi. Tezroq qanaqa ratsion? Ideal forum qanday? Mana bunday. Ularni endi darsda o'qigandan keyin bildim. Siz kelyapsiz, 1 kilo 400, 1 kilo 500 jivoy ves olyapsiz kunlik. Lekin bir kunlik bergan kunjarangiz bilan karnikov kipagingizni hisoblasam, 6 ming 50 ming so'm chiqyapti ratsioningiz. Chunki 7 ming so'mdan bizlarga aeroport kunjara olyapti, 3800 so'mdan kipak olyapti. O'sha bir kunlik berik onasi qildi. Bizlar 23 ming so'm bilan 1 kilo bilan 1 kilo kechqurib hisoblasangiz 23 ming so'm bo'ladi. O'sha bilan 1 kilo 600, 1 kilo 700 oladi. Hisob-kitob endi bu ishlab chiqarishga nimaga yurgandan keyin hamma narsani shu hisob-kitobga baribir nima qilasizda? Hisob-kitob bo'lgandan keyin baribir yaxshi. Xatomni aytsalar agar menga yaxshi-da. Masalan, hozir siz ham masalan kelyapsiz-ku. Siz kelsangiz endi 3 yillik mutaxassis, Germaniyadan ko'p narsani ko'rgansiz.
Menga shu bitta masalan mana bu xatomni topib aytsangizlar, men bartaraf qilishga menga yaxshi. Va bu oxirni ko'rsangiz menga natija zo'r bo'ladi. Ustozni ham kelganlariga ko'rdilar. Birinchi kamchiligimni o'zim aytdim. Ustoz hali ulgurganim yo'q. Buni qilaman. Ventilyatorlar yo'q edi. Ventilyator qo'yaman dedi. Tagiga rezina tashlayman dedi. Kamchiligimni aytdim. O'zi o'sha keyinga o'zi nima qilishga bo'lmadi dedi. Aytsalar agar. Chunki hozir o'tirgan joyimiz faqat o'sha dialoglarni ko'rib yurganingizni emas. Ko'pimiz ko'ramiz, amal qilmaymiz. Deymiz. Mana hozir yana bitta xo'jaligimiz bor. Bu ana shunaqa proyektchi oddiyroq. O'rtog'im bor, 20 ta moli bor. Bizlar ikkalamiz birga boshlaganmiz. Bitta joyda mol boqqanmiz. Birga yurganmiz. Ikki Koreyaga yurib maqtadi. Bizlar yaxshi bola, o'zi qaraydi. O'zi qaraydi. Bolalarni agar natijasini agar ko'rsangiz agar ko'p kishi hozir o'sha ratsionga o'tyapti. Bizlarga Zafar aka o'zi объемni biladi. Zafar akaga 5 tami, 6 tami, 7 ta xo'jalik bo'lsa o'zimizga o'xshaydi. Shuna keladi aytadi. Mana shuga borsa, mana shuga gap qorin bor. Mana shu narsa ratsion qiladi. Hozir 15 ta, 20 ta, 30 ta qilib boqadigan bizlarga juda ko'p ekan. Chorvalar. Chunki ko'ryapti. Yashiradigan narsa yo'q. Buni ochib. Ustoz nimalariga men havasim ketadi. Bu kishi o'rgansin deb shunday chiqarib beradi. Bilimni. Shunday chiqarib, yashiradigan narsa yo'q. Mana uni aytdi. Bunda qarasangiz, operatsiya bu ertaga 60 ga kirasiz, 70 ga kirasiz. Hayot bilimni shuni qo'lingizga berganlar non. Buni orqasidan daromad qilasiz. Bola chaqani qilasiz. Shu bilimni berib qo'yganlarda o'sha ko'p kishi yurib hali qiyin bizlarga tushish. Qiynalyapti. Lekin juda tez o'tyapti. Chunki hisob-kitob ketyapti-da. Odamlar hisoblayapti, nima qilyapti, daromad qanday bo'lyapti. Ideal ko'rinishda o'tyapti. Aka, endi shu o'rinda bir savolda, siz hozir ishonch bilan ideal ko'rinishni beryapman, shu narsa menga foyda keltiryapti deb aytyapsiz. Qimmat ekan, arzonlashtirish kerak degan kommentariyalar tez-tez uchrab turadi-da. Men o'zim masalan ishlab chiqaruvchi sifatida arzonlashtirish degan narsani unchalik tushunmayman-da. Yaxshi tayyor, yaxshi mahsulot turibdi. Sizga men arzonlashtirib olib kelayin desam nima deyapsiz? Endi buni juda hisoblab ko'rganmiz. Hammasini hisoblab endi 100 so'm, 200 so'm masalan qimmat bo'lsa ham sifatli bo'lsin. Masalan, siz o'zing buni olgansiz. To'g'ri mahsulot masalan olyapsiz. Endi meni fikrim. Men ham hozir ideal ko'rinishda yasayman deb, oqsilni energiyasini bilaman deb, mana shu yerga chiqarsam bo'ladi. Men nima qilaman? Zernatxotda olib kelaman. Ichiga maydalab solaman. Men o'zimga kistamga yoqyapti. Lekin oxiriga qarasangiz natijani ola olmayman. Yoki bitta narsani olib kelaman, donni ichiga mag'orlaganim. Meni yoqyapti kistamga 200 so'm, 300 so'm arzon. Lekin bunga berasiz, bu oxiriga aytadi o'zi. Chunki biz erinmasdan parozit. Oldi shu qiynaverib har 45 kunga birinchi kelganda 15 kun rejimga tushguncha o'sha bakteriyalar rivojlanib, nimaga tushguncha keyin 1 oyligini olib 45 kunga kunlik qancha kilo olyapti, o'shalarni parozit qilaveradi. Bitta o'rtog'im bilan o'tiramiz, o'zimizcha nima bo'ladi? Bunday qilamiz. O'tiramiz, oqshom soat 12 gacha gaplashib o'tiramiz. Endi kunduz ishga borasiz, kechqurun kelasiz, kechqurundan keyin chiqimiz kelmaydi. Hozir u ham mana shu ideal ko'rim bilan, mana shu ratsion, bir xil ratsion. O'sha bilan natija zo'r olyapti. Mana o'zimizni endi bu barda ijtimoiy tarmoqga chiqadi. O'zimizni mana bog'zog'on aqli, tayloq aqli ko'rsa, o'zlari kommentariyaga yozadi. Haqiqatdan bizlarni boqishimiz qanday bo'lyapti, nima bo'lyapti, qanaqa darajaga kelgan, o'zi kommentariyaga yozadi. Chunki ular biladi. Bizlar o'sha nimadan bilyapmiz, ular biladi. O'sha 2 ta, 3 ta odam kelyapti sizga. Qanaqa ratsion beryapsizlar?
bu odam jo'natdi, bitta mana shu narsani ko'ryapsiz. Bizlarni boshiga ko'p kishi buning mol qolmaydi, bular buning nima bu kipakka o'xshagan narsa-ku deb aytadi, navozga silos bo'lmaydi deyapti. Biz berdik, o'rgandik. Shundan bilamizki, ozgina natija ketyapti. Bundan xursandmiz. Shu o'rinda aytib o'tish kerak, Sherzod akamiz 1 yildan buyon chorvachilik bilan shug'ullanadi. Undan oldin endi uyda xo'jalikda biron narsa bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin aynan masalan buqachilik yoki qo'najillar bilan aynan mana bunaqa molxonalar qurilishi bu 10 yillik, 15 yillik narsa emas, bu 1 yillik narsa. Mana bu oziqa stolini ustida ko'rib turgan narsamiz esa o'zimiz shu aniqlaydigan makka silosi, senach qo'shilgan bu yerda hozir. Senach, somon, keyin 2 kilo ideal qorin bir mahalliga. Bunga 2 mahal beramiz. Hozirgi ratsionimizda xuddi shunday 2 kilo ideal ko'rim, senach somon, ya'ni makka silosi bo'lib turibdi. Makka silosi. Sal Bora. Yo, yaxshi. Bunday bu odam yegisi keladi-da buni. Odam qancha olasiz-ku? O'tirib Yegisidan ham tashqari mana bu hozir mana bu mikroklima degan narsalarni bizlar kelganimiz uchun yoqdingizmi yo o'zi tagi ko'rsangiz tang emas. Ha. Otalar aka, siz endi masalan kelganingiz bilan bu ishni bir kishi yoki bir xo'ja to'rsiga qilish kerak emas. O'zingiz yurakdan qilasiz-ku. Chunki bu natijasi bizga kerak. Masalan siz kelasiz, ko'ryapsiz, masalan men endi maslahat berasiz, nima qilasiz, o'shalarni men olaman. Misol o'shani qilsam menga pulsiz. Bu hozir chang bilan turibdi-ku. Bu taglari o'sha bekorga shilta bo'lmaydi. Ancha vaqtdan beri mavjud yo'q. Ventilyatorlar ishlaydi. O'zimiz uchun. Bu mollarimiz hozir bir partiyada olib kelinganmi yo qadam-qadam kelib keladi? Bizda karantin bor. Aha. Karantin joyi bor. Chunki bizlar endi mana shu yaqin orada ko'rsangiz agar juda yashil kasalligi juda og'ir keldi. Ko'p chorvadorlar qiynaldi. Ko'rib yuribmiz o'zimizga. Endi o'tirib yangi bo'lgani uchun bu nima qilish kerak? Endi u kasal bo'lishi Allohdan. Faqat so'z aytganlaridek bizlar xavf kamaytirish maqsadida karantin joy qildik. Bizga ham yashil kasalligi bo'ldi, qayerdan bo'ldi? Bozordan mol olib keldik. Ichiga tiqdik. Olib keldik, yaxshi dedik, ichiga tiqdik. 6 ta mol olib kelgan bo'lsak, bitta molimiz bir hafta 10 kundan keyin o'sha og'zi ko'pirib, o'sha kasal bo'ldi. U yerda boqilgan mollar bor. Boqilgan mollar, uni chetga olsangiz ham boshqa qilsangiz ham ulgurmaysiz. Hammasi birdan bo'ldi. Biz xatomiz shuni yetdik. Keyin отдельно karantin qildik. Hozir bu mollarimiz 3 partiya keldi. Bu yerdan suyishga ham chiqib ketganlari bor. 3 partiya keldi, karantin bilan keldi. Karantinga olib borib, 14 kun karantinni ko'rib, mana bu ichiga parazitlarga qo'llarisini qilib, o'zimiz keyin texnika bilan olib kelib shu yerga qo'ydik. Karantindan chiqqan bular, birdan bu yerga kelmadi. Biz buni isrof olaymi? Bu suvni bitta o'zi shunday olishingiz kerak edi. Bu suv bochkadan kelyapti aka. Aha. Bochkadan kelyapti, bu poplovok bilan. Bu poplovok o'zi o'rin bo'lib to'xtaydi. Bu mana toza suv. Ichadigan toza suv. Ichadigan, bu o'zimiz ichadigan suv. Ustozlar qilib ichib ko'rsatadilar-ku, biz ham bemalol icha olamiz. Toza suv, ichimlik toza suv. İşte samat yo'q. Motor bilan emas. O'zi ketgan. Eliklik turba bilan. Bunga kelishi bunlar. Ketishi bunlar. Har bittasiga keladi. Suvlarni. Suv o'zi o'rib bo'lgandan keyin bu o'zi ketadi. Bular hammasi hozir o'sha betonning ichida ketgan. Hammasi betonning ichida ketgan. Bitta narsaga men e'tibor qaratdim.
Akamizni didi juda bir boshqacha. Mana bu ventilyatorda hattoki kabeli ham yo'q-da. Bular beton uchun. Ha, buni yashirib o'tkargan. Buni chatini o'ziga bor. Masalan, o'chiradigan. Mana shu kerak Yo'q, mana emas, bu- o'chiradigan qilib. Bu bitta kabinani Bir kabellar, bir turbalar, bir nimalar osilib yotgan joy emas. Hamma narsa iloj boricha shu o'zini akkuratni qilib- kelib akkuratli taylab harakat qilgan bo'lsa, bu oddiy o'sha qilinadigan narsa. O'zi oddiy qilinadigan narsa bu. Buni shunaqa qilsangiz harakat ko'p bo'ladi degan narsa emas. Faqat o'shani ko'proq qilsangiz, baribir o'sha ustalar kelib tochkasiga pulni oladi. Baribir tochkasiga pul berasiz. Ha. Bu birdan o'shani qo'yib ketsangiz ikki ish bo'lmaydi. Maqsad. Mana bu ham beton qilishga. Beton qilishga ichiga taylab ketganligi. Buni tovlab boshqa emas. O'sha. Siz bilasiz, bugun beton qo'yish kerak, betongacha nima ishlarni qilib olishingiz kerak. O'shani mo'ljallab ketib, 50 ming turma ketgan suvga. Suv chiqib ketadi yani. Suv o'sha mana shu bundan hozir bo'lmasa kerak suv. Shunada Aynan shu bizlar olgan videolar bo'yicha endi qilinganmi yo boshqa anovlar ham bu bor? videolarda ko'rgan bilan xulosa chiqarganlar biz. Hammasidan tushundim. Ha. O'sha aslida o'sha men Germaniyani boshqa molxonalarini boshqa videoda ko'rmayman. Mana hozir men ko'rganimda ko'rsataman, Ismoil aka ham aytgan ekan. Siz kontentni ko'rib, yerda o'tirib, keyin borib chorvaga chiqariladi deb Instagramga qo'ygan. Bu ichiga molxonani yurasiz, Ismoil akani nimalarni olasiz, nasihatlarni olasiz. Masalan, ikkinchisiga o'sha qayerga nima qo'yilgan. Qayerga qo'yilgan nima qilsa bo'ladi, o'zimizga qanaqa nima bor. O'shani ko'rib, hozir aytganlar, buni balandligini ham aytganlar, buni balandligini ham aytganlar, shu qanaqa bo'lishi kerak. Bu 14 sm, 7 sm bitta molni og'ziga bo'lishi kerak. Hammasini aytib ketganlar videolariga, yaxshilab ko'rsangiz. O'shani xulosa qilib, qanaqa qilib o'sha bilan ketgan. Hammasini o'sha videodan olganmiz. Bu proyektda bir kishi masalan birorta molxonaga yo bir ko'rgan, bir joyga boraman, e'tibor beraman bir narsasini o'zi hisoblaysiz, arzon narsa. O'sha bilan ketganmiz. Hamma narsa shu. Ismoilni videolarni ko'raverib shu o'zi Ismoil shunaqa bo'lib ketibsiz-da. Ha, ustozi Ustoz. ustozi nimalarni aytsangiz agar, qayerga nima desangiz agar shuning uchun nimamizni otini ideal agrar aksiyasi asosida qo'yganlar. Mana boyna savol bergan edingiz-ku. Mana endi Javob kelyapti. Javob kelyapti. O'sha ideal agrar aksiyasi asosida deb o'shani qo'ygan. Masalan, kim kelsa agar aytishi mumkin-da, qanaqa nima bo'lsa deyishadi. Germaniyaga shunaqa qilyapti. Mana shu videoni mana shu joyga qo'yib beryapmiz. Shunday. Nargi tarafda Bu qatorda. suv berish sistemasi? Bu qatorda. Ha, nargi qatorda. Ha, boyagi yemni kirish sistemasi shu Ha. yerdan aytgandingiz-a? Konteyner tashqaridan keladi, bu yerdan ichkaridan oladi. Og'alar, videomizni boshida ko'rsatib o'tganimizdek, mana bu shuluy sistemasi, Sherzod akamiz gigiyenaga juda qattiq e'tibor beradilar. Menga juda bir yoqqan joy bo'ldi. Mana bu yerda darvozamiz, bu yoqda alohida yana bitta eshik turibdi. Buni bunda ochsangiz, hozir faqat qurilish materiallari, qurilish ishlari ketyapti, lekin kelajakda mana bu yerga yemlar, o'sha tashqaridan keladigan mahsulotlar shunday olib kiriladi. Ya'ni tashqaridan keladigan odam, yetkazib beruvchi molxonaning ichiga kirmaydi. Shu yerdan turib mahsulotlar keyin alohida bir karantin zona desak ham bo'ladi, mahsulotlar uchun. Bu narsa menga juda ham yoqdi. Chunki bitta joyga yem mahsulotini olib borgan odam o'sha yerda molxonasiga kiradi, qiziqadi, o'zbekchilikda borib molini silaydi, sipalaydi, baribir ichkari kirib qo'yadi. Bu yerda esa aynan o'sha narsa chegarasi qo'yilgan. Tashqarida hattoki yozuvlar ham yozilgan, ichkariga kirish mumkin emas degan masala. Ko'p joyga boramizda otamdan qolgan dalalarni boshlaveradi-da, otamlar deydi, yana shunday bo'lgan deydi, bizlarga silosni ichi 70 gradus issiq bo'lish kerak degan odamlar bilan gaplashdik. Qizib olish kerak. Qizib olish kerak deganlar. U вообще absurd yo'q narsalar.
Og'alar, bugungi videomiz yakuniga yetay deb qoldi. Mana buqalarni, g'unojillarni holatini ko'rdingiz, yangi malxonani ko'rdingiz. Albatta bu bizlar uchun, men uchun ham hozir birinchi kelishim edi. Qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, takliflar bo'ladigan bo'lsa, keyingi videolarda albatta agar shu narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, biz kelib qo'shimcha taraflarini, sizlarning savollaringizga javob berishni harakat qilamiz. Sherzod akaga alohida rahmat, aka vaqt ajratganingiz uchun, hurmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun. Barakasini bersin deymiz. Salomat bo'lingizlar, rahmat.